Assalomu alaykum. Mening ismim Xo'janova Salomatxon. Ultratosh tekshiruv mutaxassisi, 6 yillik stajga ega radiologman. O'z faoliyatimni Xorazm viloyati Yangibozor tuman tibbiyot birlashmasida shoshlanish bo'limida boshlaganman. Hozirda Quvonch shifoxona klinikasida o'zi vrachiman. Hozirda yiliga 10 mingga yaqin bemorlarimizga o'zi xizmatlarini ko'rsatib, ularga to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri mutaxassislarga yo'naltirish bo'yicha shug'ullanib kelmoqdaman. Asosan o'ziga murojaat qiladigan bemorlarimiz reproduktiv yoshdagi ayollar va homiladorlar. Ultratosh tekshiruvlari bo'yicha asosan bemorlarimiz murojaat qilishadi. Ayollarimizdan reproduktiv yoshidagi ayollarimiz bachadon ortiqlari, qalqonsimon bez bo'yicha shikoyat qilib kelishadi va homiladorlarimiz tekshiruvdan o'tib turishadi. Erkaklarimizda esa hazm trakti bo'yicha ko'p uchraydi va o't yo'llari, o't-tosh kasalliklari bo'yicha siydik va siydik ayirish sistemasi, prostata bezlari bo'yicha ham murojaat qilishadi. Agarda sizda shu yo'nalishlar bo'yicha muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizning klinikamiz Quvonch shifoxona klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin.